Ayol kishining eridan ko'ngli bo'lmasa, ajrashish kerakmi? Erkak ayoliga javobini berishi shartmi? Ayol kishi ayb qilsa, uni qilgan aybi uchun so'ksa yoki g'azabini bosish uchun gapirmay biroz jazolasa, ayol kishi ko'nglim qoldi deb ajrashmoqchi bo'lsa, nima ish qilish kerak? Ota-ona bo'lar bo'lmasga qizining tarafini olaversa-chi, deb savol yo'llabdilar. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bu oilaviy masala haqiqatda va bu bizni fatvo markaziga kunda juda ham ko'p murojaatlar mana shu oilaviy masalalarning ustidan kelib tushadi. Oila mustahkamligi, xotinning orasidagi munosabatlarning yaxshi bo'lishligi bu jamiyatning mustahkamligiga asos bo'ladi, sabab bo'ladi bu. Modomiki shunday ekan, shu bizga ham murojaat qilinganda ustozlar, domlalarimiz baqadri imkon ularning orasini yaxshilik ma'nosida isloh qilishga harakat qilishadi. Hozirgi savolda so'ralganidek, arzimagan bir jahl qilish yoki biroz ovozini ko'tarib tushirish uchun ko'nglim qoldi, men ajrashaman deb qaysi tomon, u eri bo'lsin yo ayol bo'lsin, shu gap uchun ajrashishga harakat qilishligi bu Alloh va Rasuli sevadigan holat emas bu. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom abghadul halali ilallohi at-talaq, o'zi halolu lekin Alloh eng sevmaydigan narsa bu taloq amaliyotidir, taloq ishidir deyilgan. Modomiki shunday ekan, ajrashish, xotinning ajrashuvi bu eng og'ir amal hisoblanadi. O'sha mashhur hadis bor, ko'pchilik eshitgan, ko'pchilik qulog'iga kirgan hadis. Shayton, eng buyuk shayton, shaytonlarning eng kattasi o'sha iblis suvning ustiga o'zini taxtini qo'yib o'tirib, butun o'zini farzandlarini, zurriyotlarini to'plab, ulardan kundalik hisobot oladi. Unisi bu qildim, bunisi bu qildim dedi. Men hadis mazmunini aytib beryapman. Bittasi falonchiga o'ldirtirdim deydi, falonchilar urush qildirdim deydi. Ha bo'ldi deb eshitadi. Lekin bittasi kelib aytadiki, men bir xotinning orasini ajrashtirdim. Ularni bir-biriga vasvasa qildim. Bittasini bunaqa degizdim, hozirgidek ko'lini qoldirdim. Bittasini yuziga xunuk qilib ko'rsatdim-da, keyin eri oxiri taloq qildi desa, haligi buyuk iblis, katta shayton shu ishni qilganni darajasini ko'tarib, o'zini huzuriga o'tkazib, uni mukofotini katta qiladi. Nima uchun? Chunki xotinning ajrashishi jamiyatlarning tanazzuliga sabab bo'ladigan amaliyot bu. Shuning uchun arzimagan narsalar uchun insonlar bunday harakatlar qilishligi joiz emas. Shuning uchun ko'nglim qoldi deb ajrashmasin. Bu bo'lsin, ayol bo'lsin. U ko'ngil o'zgaruvchan narsa. Chunki hadisga ko'ra qalb Allohning qo'lida, bir baland, bir past bo'lib turadi. Modomiki shunday ekan, Alloh azza va jalla uni yana ertaga qolgan ko'ngilni yana ko'tarib qo'yadigan, bog'lab qo'yadigan zot. Bugun sabr qilsin, o'tib ketadi, ertaga yana yaxshi hayotda davom etaversin. Vallohu a'lam bissavob.